Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadarlik dünyanın her qaysi yerlerdeki barlıq qarindoshlar. Bugün Qur'ondan nazar programımızdaki 15. qismida, 15. sanida yine Ustaz Abdulkerim Zahir, yani özü London'da o'tadi. Qur'ondan nazar ilim to'g'riliq, ilim babida biraz raqasını bilan hem söhbette bulup ütülü degan oyda. Yani ustaz bugün hoş geldiler. İlim to'g'riliq bizga qandaq turdanini elib keldilar. Biz bilan nimalarni paylaşmakçı, beherlenmekçi, hem beherlenmekçi. Qani marhamat. Assalamu alaikum. Dünyanın qas joylarda hurmatli qarindoshlar, hammalarning vaqti xeyirli bo'lsin. Assalomu alaykum azizlarim. Rahmat. Yaxshi turibmiz, elhamdülillah. Dünyanın her qaysi joylaridagi bizning programni anglab qilayotgan qarindoshlarning nihoyat yaxshi fikrlar kelyapti. Xizmatga davom qilamiz ustaz. Bugün ilim to'g'riliq to'xtalmoqchi bo'ldik. Qur'oni Karim ilimga qanday qaraydi? Bizni dünya musulmonlari ilimga qanday qarab kelgan? Uyg'ur musulmonlaricha uning ichida qanchalik o'zi Qur'oni Karim ko'rsatgan ilmning ichida qanchalik o'rin tutib keldi degan mush mazmunda biroq Qur'ondagi ilm degan sohadan biz dunyodagi ilmlarning nasibimizni to'g'ri olmadikmi degan mazmunda biroz to'xtalaylik. Gayet yaxshi. İlim aslida bilingan, ma'lum bo'lgan narsalarga qo'yilgan bir ism. Bu o'qish, tajriba qilish jarayonida erishgan ma'lumotlar yig'indisi bo'lib, u aqlniki chirig'i. Yani ilim inson o'qib, tajriba qilib qilgandan keyin u amaliyotda bir o'zi insonniki qalbiga, ya'ni insonning miyasiga yig'ilgan bir yig'indi bo'lib, insonni shu ish jarayonida, ya'ni o'zining tajribasidan o'tgan ish jarayonida inson to'g'ri yo'lga yetaklaydigan bir o'zi chiroq. Ilim insonlar turmushini va jamiyatni taraqqi qildirish uchun eng birinchi asos. Tarixdan buyon shunday bo'lib kelgan, bundan keyin shunday bo'ladi. Ilim bo'lmay turib insonlar taraqqiy qilolmaydi. Taraqqiy qilish uchun birinchi odam o'qish kerak, tajriba qilish kerak. Undan keyin o'zi taraqqiy qilish bosqichiga keladi degan. Endi Qur'oni Karimga asoslangan vaqtda ilm bir xosli bir narsaga, masalan, bizda shunday xoslik bor. Masalan, diniy sohadagilar ko'pincha Qur'on o'qitadigan, Qur'on yodiladigan deganga o'xshash shunday ishlarga jiq targ'ib bo'ladi, boshqa ishlarga jiq targ'ib qilmaydi. Ham bu nima-chu? Qur'oni Karimchi degan vaqtda Qur'oni Karim insoniyat kerak bo'lgan har qanday narsani o'qishga, bilishga, uni o'z joyida ishlatishga buyuradi. Endi ilmniki cheklanadigan tarafim bormi degan vaqtida har qanday narsa inson qiladigan, insonga buyurilgan yoki insonniki ish harakat, so'zlargachilik har narsada ijobiy salbiy tarafi bo'ladi. Uniki ijobiy salbiy tarafi davomli cheklanib keladi. Xuddi shunga o'xshash ilmning salbiy tarafi cheklanib keladi. Masalan, salbiy tarafi deyishimiz ilimni o'qib, uni yomon yo'lga ishiltish. Yoki isrof qilish deganning o'zi ishlatmaydigan yerga chekdan ortiq ishiltib, zoya qilishga o'xshash, yoki o'rnida ishlatmaslikka o'xshash misol. Yoki vaqtida ishlatmaslikka o'xshash ishlarning o'zini isrof deb hisoblaydi Qur'on. Bundan cheklaydi Qur'oni Karim. Ya'ni bir odam ilimni o'qigan bo'lsa, u ilimni o'z o'rnida ishlatmasa, u ilimniki kuchini jamiyat ko'rsatmaydi, o'zim huzurlanmaydi, atrofdagi odamlarga huzur berolmaydi.
yoki xato signal berib qo'ydi insonlarga. Undan keyin insonlarniki qo'llashidan, bu ilmdan manfaatlanishidan o'zi insonlar qochirgan holat shakllandi. Uning uchun bu har qanday ilmni o'z o'rnida, o'z vaqtida ishiltish, normal ishiltish yana o'zi nihoyatda muhim o'ringa keladi. Yani ilim bir kuralga o'xshaydi. Onu yaxshi taraf ishlasak chiqa, yomon taraf ishlasak yomonga ma'noda demoqchi bo'lamiz. To'g'ri. Bu shu har qanday narsa, masalan, burunqi programmalardan dedikmi, shu so'z harakatini tortib, so'zlashga Alloh taolo yo'l qo'ygan bo'lsa, xato so'z deganimiz yolg'on gap qilish, birisiga dashnam qilish, birisiga a'zo qilish o'xshash, g'iybatni qilish o'xshash, shunday so'zlarni qilishni cheklaganga o'xshash, ilmdimi insoniyatga zarar beradigan. Bundaq o'zi ilmlarni bundaq o'zi qilishni, ilmni bu yo'lga ishlatishni to'sadi. Ya'ni masalan, o'z vaqtida Einsteinning o'zi bir tanglamani ijod qilgan ekan. O tanglamning o'zini xato yo'lga ishlatib, atomni ijod qilib, undan keyin o'zi Yaponiyaga tashlab nurg'a odamni o'ldirayotgan ishlar bo'ldi misolda. Shunga o'xshash, o Einstein uning o'zini undaq yerga ishiltish uchun qilmadi. Uni tadqiqot natijasi ashtaq chiqdi. Shuning bilan o'zi energiyadan modda degan bir nimaki, shuning o'zini qilgandan keyin dunyo uni xato, yani atomning o'zini ishiltib, uni o'zini odamni o'ldirgan qildi. Asli Alloh taolo atomni yaratgan vaqtida atom elektr stansiyasi o'xshash narsalarni qurish orqali insoniyatning manfaati uchun ishlatishga yaratgan. Ilm mana shunday narsalarni to'g'ri yerga ishlatishga qilingan degan gap. Ilmni shunday to'g'ri yerga ishlatmasa, u vaqtda insoniyatning o'ziga bir balo olib keladigan, zarar olib keladigan shunday bir narsaga aylandi deydi. To'g'ri. Hem onun üstüge Kur'an'daki toncu nazil bo'lgan 5 oyatning kimi birincisi ham shu. Unuga kelamiz. Tamam. Biraz aldığını beğenim qilay. Enek bilan bir betib ondan kim. Tamam. İnsaniyet dünyası davamlı o'zi taraqqib turdi. Taraqqib turganligi uchun buningda hech bir zaman ilm bir o'rinda turib qolishga bo'lmaydi. Yoki bir zamandagi ilmni davamlı ishlatishga bo'lmaydi. Mushu o'zi falan vaqtda o'zi mundaq falan olim, alamat cho'ng olimning o'zi mushundaq bir kitobni yozibdiki, mushundaq narsani debdiki, ashuning o'zini biz deymiz deb shu narsaga eslab olish orqali bir joy to'xtab qolish, bu insoniyatning taraqqiyot qilayotgan, taraqqi qilayotgan bu dunyosiga to'g'ri kelmaydi. Uning uchun davomli insonlar nima qilish kerak degan vaqtda yeni zaman, yeni taraqqiy qilgan dunyoga qarata o'zini hozirlash kerak. O'zini hozirlash faqat ilm bilan bo'ldi. Ya'ni shu zamonga loyiq zamonaviy ilmni o'qish orqali u zamonga loyiq inson bo'la oladi. Bu zamondan, bu makondan o'ziga loyiq o'rinni ola oladi. Agar insonlar o'ziniki zamoniga loyiq ilmni o'qimagan taqdirda atrofidagi insonlarning oqisi qilib qoladi. Oxirsida o xor bo'ladi, eziladi, nurg'unlar kamsitishlarga uchraydi. Buning uchun insonlar bunaqangi insonlarni Alloh taolo jahil yaratishlikka o'zi hikmat degan bobimizda bormi shu kitobimning o'zidami? İnsanı cahil yaratishlikka maqsadmi, ya'ni kallasindagi bir qism yerlar quruq bo'lishining sababimi? İnson dunyoga kelgandan keyin zamondagi ilmlarni elish orqali zamoniga loyiq inson bo'lish uchun Alloh taolo bir qism yerlarni quruq yaratgan, u yerga zamonaviy ilmlarni qachilash uchun ya'ni degan gap. Qur'oni Karimda ilm haqida, ya'ni o'qish haqida tushgan oyat, ya'ni Qur'oni Karimning ichidagi iymon va boshqa ibodat sohasidagi butun o'zi oyatlardan burun tushgan. Ya'ni tunji qatim shu nimaniki
Alaq surasındaki 5 ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. İqra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alaq. İqra ve rabbukel ekremullezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Degan şu ayet düşken endi. Bu ayetning tushdagi maqsad nima degan vaqtida Allah Taala birinchi qatimda sen Allah'ning bor va birligini bilishing kerak, Allohga sherik keltirmasliging kerak, mandaq ibodat qilishing kerak deb uning o'zini tushunmasdan birinchi o'qu deb tushunishlik maqsad nima degan vaqtida o'sha oyatning o'zi turdi. Iqra bismi robbikallazî xalaq. Seni yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qi. Xalaqal insana min alaq. Ya'ni insonni alaqdan yaratgan. Manidan endi spermatni yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qi. İqra ve rabbukel ekremullezî alleme bil kalem, allemel insan ma lem ya'lem. Yani bu yerde İqra ve rabbukel ekremullezî alleme bil kalem. O'qi sen o'zingning Parvardigori qalam bilan sana o'rgatgan, yani Parvardigoringning ismi bilan qalam bilan yozishni o'rgatgan va insonlar bilmagan narsani qalamda yozish orqali bildirgan. Yani bunun maqsad nima degan vaqtida o'tmishdagi insonlarniki voqealigini bilish uchun shu insonlar yozib qoldirib ketgan narsalarni o'qish orqali keyingi insonlar bunun bir narsani bila oladiganligi buning o'zini bildirdi. Bu oyatniki oldingi ikki oyatning o'zida o'qi deb o'zi boshlagandan keyin oxirida allama ilm degan o'zi kelim bilan oxirlashtirishdagi maqsad nima degan vaqtida o'qishdan maqsad faqat o'qib qo'yish emasligini bildirdi. O'qishdan maqsad bilish. Agar u odam bilmagan bo'lsa, u o'qimagan bilan barobar, ya'ni. Buniki oldingi ikki oyatning o'zi Allah Taola'nın nazariya jihatdan tunishqa, insonni alaqdan yaratgan Rabbining ismi bilan o'qishqa borish bilan birga nazariya jihatdan o'zi tunishqa Allah Taolo insonni ashnaqa o'zi nim qilgan bo'lsa, nazariyasini o'qishqa o'zi buyurgan bo'lsa, yana amr qilgan bo'lsa, ikkinchi oyatda Iqra va rabbukel ekremullezî alleme bil kalem allemel insan ma lem ya'lem degandan uniki amaliyati bilan, yani ilm deganning o'zi shu yuqorida biz to'lishtirib o'tgandek tajriba qilish jarayonida maydonga kelgan bir bilimning o'zini, bir narsaning o'zini ilm deymiz dedik endi. Shunga asosan inson uni tajriba qilib, uning o'zini qayta o'zi ko'rib, qayta intiklab o'zi tadqiq qilgandan keyin vücudga kelgan narsaning o'zini bildiryapti-da. Bundan nimani bilib olamiz degan vaqtida har narsaniki nazariyasini Alloh taolo birinchi qatim bayon qilgandan keyin uniki amaliy, ya'ni o'zi tajriba qilish orqali uniki mohiyatini tushunish, kashf qilish demdik uning o'zini kashf qilish, ya'ni shu tajriba qilish orqali uning mohiyatini kashf qilish nimasining o'zini ikkinchi oyatda buning o'zini bayon qilyapti. Buning bilan yani Allah Taala'nınki qandaq bir zat ekanligini, yani o'zini yaratgan zatning qandaq bir zat ekanligini va inson o'zi nimadan yaratilganligi va o'zini yaratgan zatniki qanchalik o'zi qudratli, qanchalik o'zi yani bilim egisi bo'lgan bir zat ekanligining o'zini bilish uchun shuni Alloh taolo bo'ryapti-da insonni. Yani bu ayetdeki üçüncü nemesi insan özünün Parvardigorini tushunish uchun birinchi o'ziniki vujudidan boshlash. Nurg'oyada bu vaqtda falyanzurul insanu ila nafsihi degan o'zi oyatlar bor. Inson o'z nafsi qarasin. Ila taami degan oyatlar bor. Masalan, o'z yeyotgan narsalar qarasin degan. İnsan başka bir narsa qarab, ayda o'zi daldarak yoki hayvonotlarni tadqiq qilish ketmaydi. Agar Alloh taoloni o'zi tonimoqchi bo'lsa,
tunji qatim inson o'zini yaratgan, ya'ni o'zining vujudini tadqiq qilish orqali o'zi qanday dunyoga keldi? Bir alaqdan, bir maniydan qanday bir inson holatga keldi? Bunu tushungandan keyin insonniki Alloh taolani tonish va Alloh taologa iymon keltirish ishlariga yetarlik bir dalilga erisha oladi degan gap endi. Bundan yana bir o'zi ishoratni hamda bu Qur'ondagi ishoratun nas degan bir kelimalar nimalar bor, iboratun nasdan bu chiqsa, ishoratun nasdan chiqargan o'zi ma'no nima degan vaqtda inson insonni tadqiq qiladigan ilmlarni, ya'ni anatomiyadan quni insonni tadqiq qiladigan shunday ilmlarning o'zini o'qishmi nihoyat muhim ekanligini bildirgan bir o'zi buyruq degan gap Alloh taolaning bu buyrug'i. Endi bunda misal hozirgi vaqtda insonlar bulug'un doktorxonalarda nihoyat inchki nimaning o'zini tekshirib, uni qanday maydonga kelganligi hammaning o'zini nihoyat inchki bila oladi-da. Burungi vaqtda degan o'z savollar tushdi. Bu oyatdan inson har davrida o'ziga loyiq holatda, shu davriga loyiq holatda o'zini tadqiq qilish, o'zini tekshirish va o'zini kim yaratganligining o'zini tunib yetish o'zi maqsad qilingan, ya'ni. Yani demek o'zi her zamanda Adem Aleyhisselam zamanında tatip oniki inchki qon tomirlarini tatip o insondagi alaqdan paydo bo'lgan jarayonlarni mikroskop bilan tunish degan bir narsa ketmaydi. Şu zamanda şu zamanga loyiq. Yani put-qo'l, ko'z, quloq bu a'zolarni bergan zot degan holatda tunish va bugungi zamonga kelgan chaqda bugungi zamonga loyiq tunish shuning hammasini o'z ichiga oladi degan. Kur'an-ı Kerim insanlarni avval her narsani bilishga, ondan keyin amal qilishga buyuradi. Hech bir zaman bilmay turib amal qilishga buyurmaydi. Yani Kur'an-ı Kerimning shu birinchi qatim tushgan Alaq suresiniki 5-oyatida bilib olamizki, bilmay turib bir narsani qilish yoki ibodat bo'lsin yoki bir Qur'onning amr farmonlariga deb bilmay turib bir amr farmon deb xiyol bilan yo gumon bilan bir narsaga bir shu Xudoning amr farmoni bo'lishi mumkin degan o'xshash gumon bilan bir narsaga amal qilishni Alloh taolo hech bir zaman xohlamaydi. Buning uchun birinchi qilib inson uni o'qish, uniki haqiqatan shunday bir narsa ekanligini bilish, uniki uni amal qilish, yani Alloh taoloniki birinchi qatim tushirgan oyatidagi nima mushu endi oyatning mohiyati mushu. Bilmezsin. Yani bir narsani bilmezsin. Aşu aldığımızdakiler aşındak qıtdiki burunqilar yoki manda qıtdiki biz shunday qilsak bo'ldigan o'xshaydi deb qilgan odamlarni taqlidchi deymiz. O taqlidchi degan taqlidchini hech bir zaman Alloh taolo buni binas biladi deb qaramaydi. Uning uchun Qur'oni Karimda bu vaqtda Sura Baqaraning 17-oyatida Estaizu billah وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون degan mush oyatning o'zida ashuni bayon qiladi yani. Ularga Alloh taolo tushirgan narsaga ergishinglar deyilsa, deyilgan vaqtda ular nima deydi desa, bel nattabiu ma alfayna alayhi abaana. Biz ota-onamiz tutib kelgan yo'lga ergishimiz deydi. Evvelev kana abauhum la yaqilun shay'a ve la yehtedun. Ularniki ota-onasi aqlni ishlatmagan va to'g'ri yo'lni qabul qilmagan bo'lsa, qanday qilib ularga ergishidi? Yani inson ota-onasini hurmat qilish, ota-onasiniki meroslarini davomlashtirish vazifasi bo'lsa-mu, lekin ota-onasiniki tutgan yo'lni tamamen o'z to'g'ri deb shuni ergishib olish
ve to'g'ri yo'lni ko'rgan vaqtim bo'ldi. Buning o'ziga men ergashmayman. Buni ergashsam men ota-onamniki burunqilarning yo'lini tashlab ekanman deb to'g'riga ergashmasdan shu xato yo'lni davom qildirish bu Alloh taolaning oldida bir jinoyat hisoblandi. Yani bu ilim sahasida Qur'oni Karimda men şu aktarıp çıktım bir qor o'qish sahasiga qarta, yani o'qinglar degan sahaga qarta Alloh taolo Qur'oni Karimda faqat 3 yerda buyruq keltirgan. Iqra yoki faqra'u degan qatorida. Ammo ilim sahasidagi oyat 500 dan ortiq yerga keltirilgan. Bu nimani bildirib desa, her sahaga Alloh taolo nima uchun bilmaysizlar, nima uchun bilmadinglar, bilinglar buning o'zini, bilishinglar kerak. Bil degan o'xshash yoki birlik ashundaq o'zi sahada 500 dan ortiq yerda oyatni buyruq keltirgan Alloh taolo. Bunun sebebi nima degan vaqtida o'qishdagi o'zi maqsad, yana birinchi o'qish bo'lsa, o'qishdan maqsad nima degan vaqtida uniki bilish ekanligini Alloh taolo ta'kidlab, qayta yani 3 yerda o'qi degan oyatni keltirgan bo'lsa, buyruqni keltirgan bo'lsa, o bilish sohasida 500 dan ortiq yerda keltirishning o'zi nimani bildirib desa, bilishning qanchalik muhim ekanligini bildirib degan. Yani bilmay turib qilgan ishning hammasi xato yoki mag'lubiyat bilan oxirlashadi degan. Tefekkür qilish, tadabbur qilish, aqlni ishlatish, masalan, tefekkür qilishning o'zidimi 19 yer tefekkür qilish, 9 yer tadabbur qilish, aqlni ishlatishning o'zi 49 yer aqlni ishlatish, etrafidagi o'zining nafsi va osmon jismlarga qarash to'g'riliq 43 yerda Alloh taolo bayon qiliqliq, isrof qilmaslik haqida 21 yerda isrof qilmaslik haqida Alloh taolo buyruq beriklik. Buning hammasi nimani bildiradi desa, yani o'qishdimi uni joyida ishlatish, uni tefekkür qilib, uning mohiyatini bilish, tadabbur qilib, uniki oqibatini yaxshi tushunish, aqlni ishlatib, uniki o'zi inson foydaliqmi yoki ziyonliqmi? Agar qandaq o manfaatiga ishlatgan insoniyatning manfaatiga ishlatgan bo'ladi. Qandaq o ziyniga o'p qoladi. Buning o'ziga aqlni ishlatish bu sohada Alloh taolo nihoyatda insonga o'zi ko'p amirlarni beriklik. Çünkü bir narsani qilib, uni insoniyatning manfaati uchun ishlatish Alloh taolo maqsad qilgan narsa. Agar insoniyatniki diniga yoki tabiat dunyosiniki ziyniga bunday ishlatib qo'ysa, Alloh taoloniki koinotdagi narsalarniki ziyniga ishlatish bu o'zi zulm qilganlik hisoblanadi, zulm og'ir jinoyat. Halbuki bu Kur'an-ı Kerim'de mesela biz namaz en mühim ibadet deyip duralımız o mesela için. Siz hazır devatırlar. Namaz bir işki yerde, birkaç yerde çıktı dedi çok. Tehretlim işki yerde tehret doğru ayet var. Hem de kağan, yani mazır silah bayat edigen şunca köp bir ayet duruluk. Biz yine ne için arkada kaldı diyen çağda ne şu ayetlerini biz okup yeni şu düşenme geldikimiz için bunu atmam da. Şundan mı ya? Doğru. Bu yerde şu yukarı degandek ilimni bizde xoslaştırıp bizdeki dini alimlerimiz Kur'an o'qishga, rivoyat hadislarni o'qishga, fiqh o'qishga, ashuni o'qigandan keyin u nihoyat cho'ng olim bo'lib ketganlikka insonlarni bog'lab qo'yganlik. Bu nihoyatda o'zi xato bir ish. İnsanların içinde hem adamdaki bir dini alim bulup paylaşıp geçiş gerek emez. Bunun içinde bir kısım adamlar okup insanlara ve tebliğ kılıp insanlara doğru hatanı yetkizgidek bir türküm adamlar çıksa boldu. Kalan türkümleri hemmesi özü kızıkıdığan ilimlerini okuş gerek
şu vaqtda millatning ichidagi har soha ilmlarini, bir turkumi matematik, bir turkumi fizik, bir turkumi ximiya, bir turkumi astronomiya, bir turkumi siyosat, bir turkumi harbiy, ya'ni askariy ilmlar misol, shunday narsalarni o'qigan vaqtida u millatniki ichida hamma ilm o'zi taraqqan bo'ladi. Bu vaqtda u millat boshqa o'zi millatlarga nimalqi bo'zak bo'lmaydi. Ya'ni o'zini qo'g'day oladi. Bunda hozirgidek masalan biz xor bo'lgandek bunda xorlik bo'lmaydi. Ammo uni faqatla shuni o'qisak jannat kirdi ekanmiz deb lekin berib ashnaga xoslashtirib olish, jamiyada tabliqqa o'rinlarda faqat Qur'on o'qishga, Qur'on yodlashga, qari bo'lishga, o Qur'onni yodlab bo'lganda hadisni yodlashga buning o'ziga targ'ib qilish bu to'g'ri bir usul emas. Bunun ichidan bir qancha odam bo'lsa bo'ldi. Men 1000 odamning ichidan bir 2 odam yaxshi o'qib chiqsa, bir insonlar haqiqiy Qur'onni dinni tushundigidek holatda bo'lsa, 1000 yo 2000 odamning ichidan qolganlar hozirgi ijtimoiy fan, tabiiy fanlarni o'qish kerak. O'qigandan keyin u millat undan keyin o'zi yuksala oladi, taraqqiy qila oladi, hozirgidek bo'zak bo'lib turmaydigan gap. Endi shu dini ilim, fenni ilim deb Allah subhanahu taala Kur'an-ı Kerim ayırıp koyalım mı? Ya ki bunu biz üzümüz ayırıp aldık mı? Kur'an-ı Kerim'de insaniyetke faydalı bo'lgan her qanday ilimni o'qishni Allah Taala buyurgan. Mesela şu pelyanzurun insanı ila ta'amihi kulunzuru maza semavati vel ardi ve ma tuğnil ayatu ve nuzuru en kavmin la yu'minun degan şunday ayetler Kur'an-ı Kerim'de jiq. Ellezî halaka seb'a semavatin tibaqa ma tara fi halqi rahmanin mutafawit farjil basara hal tara min futur degan boşuna o'zi oyat bayatım men degan o'xshash yomon jiqiyadi bor. Bu nemini bildirdi? Osmon qaranglar, zamin qaranglar, nafsonlik qaranglar, daldaraqlik qaranglar, osmon uchayotgan qushlar qaranglar. Masalan, deganning hammasi nima desa, hammasi mendan qarab qo'yish emas, ashsahat o'qishni bildirdi. Ya'ni bundan biz bilib olayımizki, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman dini ilim, fenni ilim degan narsa yo'q. Bütün dünyadaki bütün ilimnin hemmesi Kur'an-ı Kerim'nin içindeki ilim. Matematik olsun, fizik olsun, kimya olsun, astronomi olsun, fizyologiya, biyologiya, anatomiya mesela bütün bu bilimlerin hemmesi nima degan vaqtda bu Kur'an'ın içindeki ilim, bunun her birisini o'qish insonga farz degan gap. Yani bunun bütün ilimlerinin hemmesini bir insan o'qib tugaolmaydi. Onun için bu yerda her insan o'zi qiziqadigan bir yoki ikki ilimni o'qish kerak. Shu vaqtda millatning ichidan bizga 20 million millatning ichidan bir turkumi matematik, bir turkumi fizika, bir turkumi astronomiya, ashunday bütün bir turkumi siyosat, bir turkumi harbiy ilmlar, ashunday ilmni o'qigandan keyin millatniki bütün sohasi yetiladi degan gap. Yani bu ilim, mana shu aytgan vaqtida xuddi bir millatni bir o'yga o'xshatsak, har bir ilim shu o'yniki bir tal kesiga, bir tal xishga o'xshaydi misol. Shu vaqtda shu xishlar bilan o o'yning o'zini hammani to'liq tugagandan keyin bir yer tushib qolmagandan keyin dushman kirdiga yer qolmaydi degan gap. Agar biz bir qancha ilmga xoslashtirib olsak, ilmning o'zini qolgan o'qimagan vaqtda o'qimagan tarafdagi qilib qolgan ilm bizniki ojizlik tarafimiz degan gap. Dushman ashyadan o'zi bizni bo'zaq qiladi, bizni vayron qiladigan gap. Shuning uchun biz o'qigan vaqt bizniki tashviq qilishimiz bütün sohada tabiiy fan, ijtimoiy fan, diniy ilmni o'qigan vaqtda dinni zot haqiqiy bilish maqsad qilgan holatda o'qish lozim. Tarjimonlik qilib Arapniki tilni o'dillab Uyg'urlarga tarjim qilib qo'yib lekin mana o'sha ilm deb undaq qilish o'zi bu ilm hisoblanmaydi. Hozir bizniki nurg'un olimlarimiz bor. Bir tal bir saqal, eng oddiy bir tal saqalga fatvo berib qo'yganlar desa, Qur'onni ochib fatvo emasdan falon mazhabda on debdi, puston mazhabda on deb, man debdi. Falon olim on debdi, puston olim man debdi deb o'zi hech narsani tushunmaylik. Shu Kur'an'dan birer tal narsani keltirmoq holatda, shu boshqa olimlarning hikoyasini qilib insonlarga shunday nima qiladi-da. Yani bu intayin xato narsa.
Uni her bir insan Allah Taala bayağı nima şu iqra bismi degan Alaq surasi degan o'xshash her bir ilmni o'qigan vaqtida tadqiqot nazariyasida o'qish lozim. Uni tadqiq qilish lozim. Yani Kur'an o kadar bir çoğun kitap emas. Bu 300 orak o'qigan bilan ketin çoğun yezib qo'yganligi uchun 300 orak o'qigan kitap bu. 600 bet, 600 bet. Bu eğer o'zi gezni xitidek yazsa, shu hozirgi Qur'onniki o'z hajmini nimqa vaqtida 100 orak mı yetmaydi odatda. Kichkina bir kitap. Aş kitapning o'zini chizib her kunisi yoki bir haftada bir mavzu yoki bir masalan bir masala ustida bir haftamning o'zini bir masala ustida o'tkazmay deb bir masalani bir hafta tadqiq qilsa Qur'oni Karimdagi shu sohadagi butun oyatni izlab tepib shu umum mazmunga qarta shu masalani hal qilish niyati bilan o'tirib chiqsa bu masalani hal qila oladi. Qur'onda boshqa narsani butunlay tashlab o'tib Qur'onning oldiga kelgandan keyin bütün cemiyetdeki, dünyadaki her qanday meseleге berilgan javobniki ishlari tamamen açıldı. Doğru. Ama Kur'an'dan çıkartkendik yıllar çoğuduğu vaqtida, Kur'an'dan çıkartkendik yıllar ayak üstüdü, mayak üstüdü, emtahun an deptu, semtahun man deptu, memtahun an depteken bu hiç qanday bir yen tapamay ayak üstü, mayak üstüdeki şunu bilen hiçbir meseleni hal kılamaydı adette. Gamdalığı acayip ters bir kitap degendikin, hak onun yakın gelmegendikin. Ahirki qanday o'tgan desem, qizil shapkini kiyish halolmi, harommi degan narsani so'radigan holat kechirgan. Undan keyin bizning doktorlarimiz shunaqa qizil shapkini kiyishning halol haromligi to'g'ri fatvo berishgan. Manda darajada o'qib ketganmiz endi shu. Astagfirullah. Hayronman. Undan keyin 10 ming odam hamdi-chu. Misrga borganlarni nima qilgan gap yo'q. 10 mingdan jiq Uyg'ur Misrga Azhari bo'lish uchun, Azharda o'qish uchun, aşağıda qattiq taraqqiy qildirish uchun millatimiz uchun, aşağıda to'plashgan o'zim uchun hamda-chu. Acayip ben aqlim yetmaydi bu ish uchun. Nimishqa desa, dini ilm eng ulug' ilm, fanni ilmda anda savob yo'q. deb qarab qildi-da bu. Şu bu nemelde ibadet edildimi? Şu Kur'an-ı Kerim'de bundan gap yok. Ama aş rivayet edildi. Kur'an'ın bir tal harfini yak maçlık nesini okusu andak sevap oldu. Sörpaten bir katım okusu maçlık sevap oldu dep aşındak nesler yazılgan bolgandeken aşının qarta anadeken keş aşını okup sevap tepiş üçün bunda bu iş kirişveliklik. Aslında aşını bilmey turup Sörpaten bilmey turup okusa nemi sevap oldu, özüge nemi paydı oldu insanlığa misalda. Bunu bilmeklik adette. Şunun için bu her iki nesini emdiğe vaxtıda her bir nesini, her bir ilimni okuyan adam, meyli dini ilimni okusun, meyli fenni ilimni okusun, okuyan adam onu tek-tekini düşünüp okuş gerek. Bulup mu dini ilimni okuyanlar asasen düşünmeyi okuyan adamlar, onun için meyli doktorluğuna alsın, meyli profesör, doçent doktor okup geçsin, öz oğunçu başka bir tal meslige, öz oğunçu başka cevap tapamaklık. Bir tal meselenin özüne mağı, putumğa mağı, xotunun ayğını kiyip öptüken, qandaq oldu dese, aşınağa mağı, şu petvası uğrap, şu nurgu yeldin, alim an dep, alim man dep, aşınağa da jürg'a iş çıkır misal. Kitap qarab baqaydı gelip. Kitap qaraydı. Barlı kitap qaraydı. Endi bu Qur'an qilishida qarasa, Qur'onning o'zida hech qanday bir masalada to'silib qolgan bir yer yo'q. Lekin biz ma'noda bir ahkam sohasiga kirmadik. Ahkam sohasiga kirsak, anlagan odamlar burunqi chiqargan ahkam bilan o'xshamganligi uchun hayron qolgan yerlar chiqadi. Misol. Hozir mush ilm sohasidami xalqimiz diqqat qilish lozim. Burun tat bizni dini sohadagilar qandaq ilmni o'qishga targ'ib qilgan. Biz shu ilmlarni o'qidikmi? O'qidik. Siz boya degandek, masalan, Misrga 10 ming odam chiqqan bo'lsa, Saudiya Arabiston, Pokiston, Turkiya va hokazo qancha odam bor degan.
Şu adamның hammasi o'qidi, ammo hech qanday bir masala hal qilgudek darajada bir narsa o'qimoqlik odatda. Eng oddiysi 2009-10dan boshlab shu Suriya, Iroqqa kirib ketgan qarindoshlarimizning nurg'unlari o'lib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Ashlarning o'zi dushmanni to'g'ri tonimasdan o'zining dushmani ayrı qilib qolsa, boshqa insonlarning o'zini dushman ko'rib, ashyaga kirib, ayndaq vayron bo'lib ketdi misolda. O bizning qarindoshlarimiz u yerga chiqib o'lib ketishni hech bir zaman biz xohlamaymiz odatda. Ammo u yerga chiqqandan keyin u qilgan ishi savob bo'ldimi, gunoh bo'ldimi, o'zim bilmaydi. Nima uchun degan vaqtda bu yerda atrafda Alloh akbar deyotgan, matrafda Alloh akbar deyotgan, Alloh akbar deb o'ylayotgan, Alloh akbar deb o'tirayotgan bundaq ishlar misol. Uyg'urni Uyg'ur masalani hal qilib, insonlarniki, xalqimizniki oldini yo'ritib berolmagandan keyin, demakki o'qishda ular bilmay o'qidi degan gap. Faqat o'qidi degan gap. Alloh taolaning iqra degan buyruqqa amal qildi degan gap. Ammo allamal inson ma'lam ya'lam degan o kelimaga, o jumlaga amal qilolmadi degan gap. Uni bilmay o'qiganlikniki nimasi bo'ldi mana? Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda biz o'zimizmi to'g'ri yo'lda menish va atrofimizdagilarga to'g'ri yo'l ko'rsatib berish uchun bir narsani o'qigan vaqtda u narsaning mohiyatini tushunishimiz lozim, tetaktiga yetishimiz lozim. Qur'oni Karimda masalan ba'zi masalalarda bir tal oyat va yetarli endi u. Ba'zi masalalarda u bir oyat emas, bir qancha oyatlarni bir yerga to'plagan vaqtda u masalani hal qiladi. Misol Qur'oni Karim zaten yüz açdak değillik. Kur'an'lık ayeti bir ayet yani bir ayetle şerhileydi. Bunun için bir yerde bir nesini düşünmek yapılan olsa o düşünmegen nesini kişilerge tebliğ kılmasın o ayetin düşündürdüğün başka ayetlerini yığıp hemmisini bir yere ekip durup andaki ortak bir düşünce hasıl kılıp özüm kanaat kıdek etraftaki insanların kanaat kıdek derecede bir düşünce hasıl kılış arkalık insanlara cevap verişini öğreniş lazım. Ama hiç qandaq bir narsani bilmay turib, o'zim gangrab qolgan, zodi ash narsa rasmiy ashtaqmi degan vaqtning o'zida men zodi bilmayman deyishdan boshqa amal yo'q holatda. Ash odamlar ham tabliq qiladi insonlarga, misol. Shu qira'a degan so'zning aslichi shu bir yerga to'plash degan ma'nosi bor deb shunday ko'rdim men ham shunday angladim. O bir yer toplash, o'qish, ashunda qalqi bir narsani bir tal lug'atniki nimalar bo'ladi-ku. To'g'ri. Bir narsani o'qigan vaqtida, hozir biz deganga o'xshash, misol bir mazmundagi oyatni bir yerga to'plagan vaqtida bir ma'no, bir mazmun chiqargan gap, bir maqsad hosil bo'lgan gap misol. Shu vaqtning o'zida u odam andakin o'zim qanoat qilib, boshqalarni qanoat qildira oladi va boshqalarga to'g'ri yo'l ko'rsata oladi degan gap. Özümü doğru yolda mağmaklık, başkalarını doğru yolda menişqa bir vasıta bolanmaklık. Yani şu sebepten bizdeki nurgulluğun qarindaşlarımız veyran olup kettiklik, nurgulluğun balla aşağıda jitim bulup kettiklik anlayan haberlerde. Biz ama içimiz yetişip durdu onda kışlağı misal. Ba'zidan men diniy ilm sohasida hamda ashunda bir ulug' bir olim aytibdiki, ashundan keyin ijdoatning qapisi, ijdoatning darvozasi itib ketibdi deyerdek, endi olimni ulug' ko'rsatish uchun. Ayna deydigan gap bormi uchun? Bu shu 13-14 asrlarda bir qatim bo'lgan ekan bu gap. Shu Şeyhülislam İbn Qayyim nima? Shu nima? İbn Qayyim Jawziyniki ustoz nimada? Shu odam ham o'zi cho'ng bir olim ekan. Chingizxonniki avlodlari shu Bag'dodni besagan vaqtida bo'lgan odam ekan hamda.
Şu zamanlarda nurgulluğun özü tefsirini yazgan kim? İbn Teymi. İbn Teymi. Aşı adamlarımı şu vaxtda aşı tefekkür yani Kur'an-ı Kerim doğru tefekkür kılışını kımmasın bolup deyen aşındaq bir gapni qilgan yeri var ekan. Aşın o'sha jiqqi olimlar var. Tefekkür qilmaslik lazım. Mesela biz mantiq o'qigan vaqtida mantiqni jiqqi falsafani, falsafani jiqqi o'qimaslik lazım. O falsafani jiqqi o'qisa kafir bo'lib ketadi deydigan. Qur'onni aynan, yani şu lafz Qur'onning o'zini tarjima qilib bo'lmaydi. Uning har bir oyatning ostida jiq ma'no yotadi, uni biz bilib olmaymiz deb insonlar bilolmaydigan bir narsa qilib, insonlar ko'stib, andagi Qur'oni Karimdan foydalanolmaydigan holatni shakllantirdik misol. Bu işte biz o'qiyotgan vaqtdan bor, hozirmi bor misol shu boshqa yerda, nurg'un yerda bor bunday gaplar. Bu nihoyatda xato bir narsa. İnsanlar udullab şu Allah Teala'nınki kalamidan su ichish kerak. Peygamber Aleyhisselam şunda deyiklik bütün öz sahabalarını udullab Qur'oni Kerim bilan tanıştırıqlık, öz hem Qur'oni Kerim arqılıq hidayet tepqilik bütün musulmonlarni Qur'oni özünün zamandaki musulmonlarni Qur'oni Kerimni bevosita o'zi yetkizish arqılıq insonlarni to'g'ri yo'lga chaqiriqlik orliqqa vosita qilish butunlay xato. Hamda olimlarga undaq desak, diniy olimlarga ig'ir kelib ketadi ekan. Orliqdiki, yani biz bilan Qur'onni orasidagi rivoyatni asos qilib olmaslik lozim. Birinchi Qur'onni asos qilish lozim. Undan keyin o rivoyatlarni qarab, Qur'on to'g'ri keldigan ayollar o'z to'g'ri ekan, ma'o rivoyat to'g'ri ekan, ma'o rivoyat xato desa bo'ldi. Va lekin birinchi qo'l kitob qilib olmaslik lozim. Rivoyatlarni va bu fiqhlarni birinchi qo'l kitob qilib olmaslik lozim. Qur'oni Karim birinchi holatda turish lozim. Her narsani Qur'oni Karimga tatbiqlab o'rganish lozim. Qur'oni Karimga to'g'ri kelganning o'zini to'g'ri kelmaganini xato deya olish lozim. Yani bu nimalarda ama usul fiqhning o'zida bor bu to'g'riliq nurg'un nimalar? Masalan, şu bütün rivoyat kitoblarida asosan batsak bo'ldi, shu usul fiqhidagi taksuru lakumul ahadisu ba'di fa idza ruwiya lakum anni hadisun fa'riduhu ala kitabillah fama wafaqa faqbaluhu wa ma khalafa farudduhu degan shu usul fiqhida maxsus o'zi nimamdi. Buni nega to'g'ri kelganligi uchun men devatimi degan vaqtida Qur'oni Karimda ve izâ tenâzâtum fî şeyin ferudduhu ilallâhi ve Resul degan oyat var. Şunu to'g'ri kelganligi uchun bunun o'zini devatimi. Tamam. Ya hech qanday gaplarni tatib oldim. Hech qanday bir hadis yozuvchi olim, ya rivoyatchi, muhaddis olim. Mening kitobim Qur'on Karimga o'xshash. Aslida o'xshash qarangli degan yeri yo'q hech qanday yerda-chu. Ya yo'q. Ama biz şunda günahlarda biz şunda Allah'ın kitabı o bir uç vahiy, okuladığın vahiy, ma hadiskiler bu yuşurun vahiy. Digen okşaş bir gaplar var bunun için. İman Hata yeri aşı. Hem bu yerdeki hadisning özüne aslında ula nait yaxshi tushungan aşı raviylar, mesela aşı hadis yazgan adamlar, onun için onun özünü yazgan vaqtidimi ravahu deb yoza olgan aşının özünü. Bu ravahu diye rivayet degan gap. Rivayet hiçbir zaman özü bunu kelki 100%, yani Peygamber Aleyhisselam bu gapni özünü 100% boşunda degenge aşı raviylarning özüm işenmeydi misal. Bunun için bu rivayetning hammasi ma'nan yeziqliq. Labzan bir tam rivoyat yok. Peygamber Aleyhisselam labzi, harf mi harf degan so'zni yozgan bir tam rivoyat yok. Ev kema qal deb qo'yishlar borku. Onun için deydi o kema qalning o'zini. Onun için Peygamber Aleyhisselam bir yer mandalab desa, aşının özünü moşunda degan bo'lishi mumkin deb shu ishdagi ma'nosini tercim qilib, andakin o'zi u yerga yeziqliq
Ama o mana o yerdeki Peygamber Aleyhisselam resmi kılgan mı ya kılmagan mı kılgan bolsa mı şu kılgan işe to'liq to'g'ri kelamdi yo'q. Buni ifodalashi notayin. Shuning uchun bu yerdeki siz gaplarni tugatasizlar, men bir gapni so'ramoqchidim. Shuning uchun bu yerda bizniki qarindoshlarimiz nihoyatda o'sha rivoyat qarshi chiqyapti deydi. Qarshi chiqqan hech qanday narsa yo'q. Biz qarshi chiqmadik. Lekin bu yerdagi narsa rivoyatni rivoyat paytida tushunish, Qur'onni Qur'on paytida tushunish bu nihoyatda muhim. Ammo hech qanday bir narsaning o'zini Qur'onning o'rniga kelib, Qur'on bilan barobar holatda o'rin qo'yish orqali tushunish bu o'zi hech qanday bir musulmonning haqqi emas, ham bunday qilish og'ir jinoyat. Mana bu shu rivoyatning o'zini tercih qilsak masalan Peygamber Aleyhisselam muşular degandaydi. Mendeki nurg'unlagan hadislar sizlarga yetadi. Agar sizlarga mendan bir hadis rivoyat qilinsa, uning o'zidan Peygamber Aleyhisselam andaq debdiki, mandaq qilibdiki degan to'g'riliq bir narsa sizlar kelsa, farizu ala kitabillah. Uni Allohning kitobiga to'g'rilab qo'ygan deydi. Faiza vafaqa faqbaluhu. Agar u Qur'on-i Karimga to'g'ri kelsa, faqbaluhu, uni qabul qilinglar. Nemisini qabul qildiniki? To'g'riligini qabul qildi. To'g'riligini qabul qildi deganning o'zi nima desa, uni din deb qabul qila olmaydi hech kim. Unda qilish haqqi yo'q. U yerga kelib, mening o'zimni din deb Qur'onning sirtida yana bir dinni yezish hech qanaqa odamga haqqi yo'q. Buning uchun u Payg'ambar alayhisolamning ashqig'ini ras Qur'oni Karim to'g'ri keldi, ashqig'ini to'g'ri kel deyish haqqimiz var degan gap. Ve iza xalife ferudduhu. Eğer o Qur'oni Karimga to'g'ri kelmasa desa, u xato, u to'g'ri emas, u Payg'ambar alayhisolam qilgan narsa emas deb uning o'zini rad qilamiz degan gap. Bu hadisni biz shu birinchi, ikkinchi yo uchinchi qismda shu programmadagi so'zlagan vaqtda dedik, shu nasx mansux degan bir mavzuni-chi. Qur'oni Karimdagi mansux qilgan bir kimisi var. Bir o'zi alayidligi var. Bu nima degan vaqtda Qur'oni Karim din nomida kirib qolgan narsalar bo'lib qolsa, agar u Qur'oni Karimning ichida bo'lmasa, u Qur'oni Karimning ichida emas deb uning o'zini rad qilish Qur'onning haqqi. Uni kim qiladi degan vaqtda Qur'on berib berdi, mening ichimda yo'q ma'nosi deyamaydi. Uni dinda o'qigan odamlar berib, "Ma u Qur'onning ichida yo'q. Ma diniy narsalar emas ma u." Buning uchun buni qilsang o'z ibodat bo'lmaydi. Agar sen ibodat deb qilsang, gunoh bo'ladi deb deyish bu nimaniki diniy olimlarning vazifasi degan gap. To'g'ri. Agar ashunda demasa, u odamning o'zi ham uni din qilyapti desa, hozir biz din qilish orqali mesela hazır mı şu ilim sahası sözlevatımız, ilim sahasının özde biz bay diyen ki okşaş alimler, yani bizdeki Uygur alimleri bulup mu, Uygur dini alimleri ilim sahası da asasen Kur'an yadlaş, namaz okuşunu öğreniş, roz okuşunu öğreniş, onundaki fıkıh okuş, hadis okuş okşaşmış işinin özünü ilimde pisalap müşahit geldi misal. Bu arkalık hiç kandak bir meselini hal kılamak hazır kadar. İlimdeki, yani Jıkbet Kavat'ın ilimdeki dairesini tarlaştırıp ettik de. Tarlaştırıp etip, dünyadaki ilimlerin özüne başka tabi fen, ictimai fenlerge boğan insanların özü ihtiyacının özüne nazar tutanmaklık. Onu düşünanmaklık. Düşünanmaklık için bu yerdeki bu ilim bizni qutquzishga yetmeklik misal. Biz hazır 1000 yıldan birisi bu İslam'ı qabul qilgan bir millet. Ben bugungilarga yo'qilish girdobga kelib qolishimizning sababi nima degan vaqtda Alloh taoloning Qur'oni Karimda o'tirib qo'ygan ilmning doirasini to'g'ri tushunolmaganligi uchun uning ichidagi bir qism, ya'ni diniy ilmlarga ahamiyat berib, qolgan fanniy ilmlarni mush Qur'oni Karimning ichidagi ilmniki ilm o. Deyish orqali fanniy ilmlarni insonlarni targ'ib qilmaslik bizni bu kunga keldi degan gap. Yani çıkıp etken vaxtıda bizde
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün ilimni, Kur'an-ı Kerim'in içindeki ilim degen bolsa, dini alimlerimiz onu işkiga bölüp, fenni ilim, dini ilim dep onu işkiga bölüp, fenni ilimni okusa, biz sahip olmaydigan qatarda. Sel qaraydigan, onu okusa günah, hatta vaqt kelsa günah boldigan, yoki jannatga kirolmaydigan, aşındaq Allah razı olmaydigan yoki, ya cehennemde qutlanmaydigan, va kaza degende nurguldigan, aşındaq Kapılan beş kul geplerini kılış arkalık insanlarımızın özüne bu ilimni okuştun jiraklaştırıp ettik. Bu dini sahadikilerniki ötközgen hatalığı ve cinayeti. Evet, doğru. Bunu hiç kandak bir dini alim ben bu sahada ben cinayet ötközmedim diyemaydı. Çünkü muş işinin özünde bağ. Yani bir adam penni mektep okusa, penni mektep okugan yoki penni ziyalı yılının özüne dini sahadikiler onca ola yaktırıp ketmeydi. Yaktırıp ketmesi demesi o binası bildi o. Mektepte okugan, hükümetin okugan, devletin mektepte okugan depçi, ayırvelikte çıkışta yapıyor depçi. Şunun için bu yerde Kur'an-ı Kerim'e asasen ilim faqatla bir, bütün dünyadaki ilim Kur'an'ın içinde bağ. Kur'an-ı Kerim tergib kılıdı. Baymen diyen okşaş, Allah Teala asman qaranla, delderek qaranla, hayvanatlar qaranla, özünün nefsi qaranla, diyen okşaş nurgulluğun ayetler var. Şu sahada bu ne mi dese, manda qara qo'yish deganlik emas. Bunu o'qib, bilim nazarisi bilan, bilim nazari bilan qarash, ilmiy nazari bilan qarashni o'zi Allah Teala buyurdi degan gap. Yani Allah fakatlam Kur'an'la okudu mu de? Tabiatta mı oku, ya? Tüm kainat kitabını mı okudu? Özü Kur'an'da, özü ayetler arkalık. Yani kainat ayeti, insan ayeti, bizim beden ayetimizde mi okudu? Biz Kur'an yazılı ayet okşaş, o mu ayet? Ayet değil bu, esitçi. Açıklanma şundan mı ya? Bu Kur'an'daki bayağı beşteyende Kur'an-ı Kerim nezriyesi. Avu emeliyeti. Demek bu Kur'an-ı Kerim'deki aşı nezriyen okuyandıkin Allah Teala bu toktattıraya koyadı bu delderek kar depti. De onun okuyandıki o nezriyen okuyandıkin berip bu delderek'nin özüne hazırkı mesela biyologiya neymi botanik degen bir neymi bilimli var mesela hazırkı vaxtıda mesela delderek'ni tadqiq kıldıkan biyologiya aşındak bilimlerini okuyandıkin onunki mesela kandak aşı yıldızın ta şehircik meyvesizlik hemen tadqiq biz köz tutar etti. Onun içindeki mürekkep kanuniyetlerini bu bir tane yağışın içinden çıkıvatkan tatlı meyvelerini şu vaxtda biz düşengen vaxtıda Allah Teala'nınki bir tane ayetini düşengen bolumuz bu ayet bizim imanımızın tekembek müstehkemleydi deyen. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah'ın ayetleri insandaki imanını ziyade kılıdı. İman ziyade. Bu ne diyen boltası? Kur'an'da elhamdülillah okup koysak bir imanımız aşkan bulup Sure Bekara'nı okusak yer bir eşlik etken onda olmaydı. Kur'an-ı Kerim'i okusak bir iman keltirgen bolsak bu kainat kitabını mesela her bir üsümlük, her bir hayvanat, her bir uçar kuş misal yani asılık yani üstlük hem nesini öz tadqiq vaqtida her birde bir ayet u yerda chiqirgan gap. Doğru. Yani Kur'an-ı Kerim'de deydi-ku: "Ve min ayatihi halqus semawati vel ard." Ve ihtilafu elvanikum ve elsinetikum. Deydi. Ayet degenin özü bir taraftan işaret. Değil mi? İşaret. İşaret bolsa, yani bir taraftan çoğulsa delil, ispat. Delil, maddi ispat. Yani Kur'an-ı Kerim nezriye cihetteki ispatı olsa nezriyede mesela andak kim yaratı aldıkını ben yarattım. Allah Teala. İşte deydi Kur'an-ı Kerim cihiyet var bu. Asman zamanında kim yarattı deyip aldın sonra Allah elbette Allah deydi. Diyen ayetli var misal. Yani bu yet biz aşında deple koysak iş bitemdi o. Bitmeydi. Biz o vaxtda asman cisimleri tədqiq kıldıgan astronomiya ilmini okuyan vaxtda her bir planetlerini düşendiriş, planetler arasındaki özü münasebet mesela tartış kuşlarının özüne düşendiriş, onun arasındaki kanuniyetlerini düşendirgen vaxtda
u yerdeki murakkab qonuniyatlarni nimqandikin ko'rgandan keyin bu inson andiki Alloh taolaning texmbek o'zi qudratini tushuna oladi, bila oladi. Texmbek Alloh taolaga bo'lgan ishonchi oshirdi degan gap. Hozirgi vaqtda misol Yevropa, Amerikalarda islomni qabul qilayotgan odam qanday odamlar desa, asosan shunday olimlar qabul qilishliq. Fatır suresi 28. ayetinde okşaydı. Allah'tan bilinmek alimler korkudu diyen ayetken. Ona kadar düşünürüz. Azı düşündürüyorlar mı düşünüyoruz? Alimler korkudu diyen gapning o'zi insonlarning orasida Allah'ın en bekarak korkuduğunu alimlar diyen bu ayetlik mezmunu. Hakiki Allah Teala'nın bu şu kitabını, Kur'an-ı Kerim'de ibaret etmiş kitabını yaxşı düşüngen ve Allah Teala'nın kainat kitabının özüne yaxşı düşüngen insanlar Allah Teala'nın ki kandak bir zat ikenligini, Allah Teala kandak kudretli, kandak bilim egisi olan şundak bir zat ikenliginin özüne düşünüdü. Düşüngendikin o Allah'a asi buluştun. O Allah buyurgan yoldan, buyurgan buyruğunu kınmazsın, hiçbir zaman öz başlatmaydı diyen gibi. Yani Allah'ın şu derecede özde ne kıladı diyen gibi, buyruğunu icra kılmazlıktan o derecede öz korkudu diyen gibi. Kılmazlık özü bir elki Xudanın azabından emez, bu korkuşun özü özündeki bir insanlık, Allah Teala yaratkan bir insanlık vazifesini ada kılanmaganlıkını korkudan bu yerdik neyse. Yaxşı oynarken böyle yaxşı Allah'ım. İnnema yaxşallaha min ibadihil ulema diyen ayet. Abi yerdeki bu korkuş mu neme hürmet yüzünden korkuşunda mı ya? Elbette. O ki nurgun adam var Allah'ın korkunu dep Allah'ını xudu bir aşı bütün insanların korkutulan aşında kalkı nayt bir neme deymiz hem de onu desek tilimiz bağmaydı. Aşında korkunçluk bir nersige apırıp koyuq da. Ve lakin Allah Teala özünü bizge qanday tanıştırıp dese Bismillahirrahmanirrahim. En addisi. Sözünün beşirli. Mehriban şefkatlik Allah'ın ismiyle başlayımız deymiz. Allah Teala özüne mehriban şefkatlik men deyen insanlarımga dep nurgu yedi Raufur Rahim aşı nur aşında ayetli var da. Bu neme degan vaqtda asa yen bir yerdeki sizlar Allah Teala'nın nimetlerini ve in ta'uddu nimetallahi la tuhsuha degan ayet var mı? Bu şu ayetin özünü eğer Allah Teala'nın nimetini siz sanmakçı olsanlar herkes sanap tutamazsınız deydi. Yani bunun öz nemini bildirdiyse Allah Teala insanlığa kandak mehriban zat ikenligini. Yani bütün nesini yaratıp insan gerek olduğun hem nesinin özünü yaratıp bir hem nesi var bir küp hem dünyada. Aşağıda bir küpünü yaratıp aşağıda töpsü insan yaratıp koyuyor da benim hoşlanıp faydalanıp yaşadı. Bu Allah Teala'nınki insan bo'lgan qanchalik öz mehri şefkatlik bir zat ekenligini bildirdi. Ama o Allah Teala'nın nayet belki korkunçluk bir nes kılıp köstüş bu aslında bu Allah Teala'nınki sıfatiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu fakat bu yerda korkuş nima degan vaqtda Allah Teala'nın buyrug'ini icra qilmaslikdan qo'rqish bu yerdagi narsa. Şu Kur'an-ı Kerim nurg'u yerda bor. Takva kelimesi. Takva kelimesi degan nima desa Allah Teala'nınki buyrug'ini xato icra qilib qilishdan qo'rqish. Ma'nosini ifodalaydi bu. Xato icra qilib qilishdan qo'rqish. Yani Allah'ınki buyrug'ini icra qilgan taqdirda nurg'iyat icra qiladi insonlar. Lekin uni yana ijro qilgan vaqtida xato ijro qilib qilishmi yana qo'rqinchli degan gap. O'sha oyatda o'sha bilimniki nemisdimi ana? Bir narsani xato qilib qolgan vaqtida bilimni o'qib, uni xatoga ishlatib qolgan vaqtida nima bo'ldi desa, insoniyatga va koinotga zarar olib keldi, ziyon olib keldi. Bu bir jinoyat. Shuning uchun olimlarniki mushundaq o'zi bir narsani o'qigan vaqtida uni xato ishlatib qilishdan, xatoga ishlatib qilishdan xato vaqtda ishlatib qilishdan, o'z o'rnida ishlatilmaslikdan ehtiyot qilishi, saqlanishi nihoyatda muhim degan. Manga bek ta'sir qilgan yana bir oyat borda. Sizlar osmonlarni teshib o'tolmaysizlar, faqat ilm bilan teshib o'tasiz degan.
Ya Aşırı bir şey. Sure Rahman'da ya meşerel cinni vel ins in istata'tum en tanfuzu min daqtar semavat tanfuzu la tanfuzu illa bi sultan. Ha, Beşir Sultan. Ha. İnsan bel cillaq devardı da. Ha. Sizler osmandan hiçbir zaman çıkıp ketamaysızlar. Fakat kuşul çıkalaysızlar deydi. Bu ne degan bo'ldi desa, bu Allah Teala osmonga chiqishning o'zini insonlarning to'sqanligi emas bu yerda. Siz agar shu kuchni hozirlay olsanglar chiqalaysiz. Hozir chiqyapti-ku insonlar. Chiqyapti. Chiqib bu yerda Qur'oni Karimda bir oyat bor. Fasiru fil arzi fanzuru yaqalqi qashqa o'xshab kelgan. Ya'ni sizlar Zimini seyir osmonning atrofida min aqtari samawati val arz degancha osmonning ziminning atrofida sizlar sayr qilinglar degan o'xshash bunday bir oyatda bu nimani bildirdi desa ziminda emas insonlar kuch topgan vaqtda ziminning sirtiga chiqib sayr qilganligini va u yerdan uni o oyatning oxirisida aşağıdaki ne'matlardan foydalanish misol yani bize kandan ne'matlardan foydalanish to'g'riliq bu nimani bildirdi desa bu halqi 60 burada buğday qo'naq yo'q biz berib yeydiganga ammo 60 buraga hozirgi vaqtda misol teleskopni chiqib aşağıda qurib qo'yib turib dunyoni ko'zitib osmon jismlarini ko'zitib nurg'unlagan o'zi manfaatlarni elyordi-ku boshqa dindikilar ammo foydani elishni Alloh taolo aslida bu Qur'oni Karimni bergan vaqtida musulmonlik buyurgan degan gap. Endi o musulmonlarniki narsalardan foydalanmasligi bu Qur'oni Karim buyurgan ilmni joyida o'qiyolmaganliginiki isboti degan gap. Endi shu Qur'oni Karim musulmonlikga tushgan kitobmi yo butkul insoniyat tushgan kitobmi? Ya bu insoniyat tushgan kitob albatta. Kim o'qisa shu foydalanadi-da bundan. Albatta. Ajoyib kitob keldi. Buning uchun men ko'p vaqt deyman nurg'un odam deydiganda bu Yevropadagi qonun prinsiplarini yaxshi ko'rib ketdi deb o'ylab qolgandacha. Men yaxshi ko'rib ketib emas. Bu haqdagi qonun prinsiplariniki nurg'un yerlari Qur'oni Karimga tushdi. Qur'oni Karimga tushganligi uchun bularning ishi nima ketyapti? Oldida ketyapti, shundaymi yoki? Shunday. Oldida ketyapti. Bizning ishimiz gerçi Qur'oni Karimni kunda o'qigan oz deb yodlab oz deb damayli qilib ichib olgan bilanmi uni amal qilmaganligimiz uchun desa biz ta'tirsiz ketyapti. Dog'milashib bog'lansa. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa Qur'oni Karimni o'qib qo'yish kifoya qilmaydi degan gap. Uni kunda o ko'zga eritib Qur'oni Karimni eritib suvga kunliga ufsuzlikqa suvni ichsimi u odamni qutqizolmaydi Qur'oni Karim. Fakat o Qur'oni Karimga amal qilish bilan o insonni Qur'oni Karim qutqiza oladi degan gap. To'g'ri. Shuning uchun bu yerdagi Qur'oni Karimni bu ilm sohasidagi narsami uni o'qish bir masala, uni to'g'ri yo'lga ishlatish bir masala. Uningdan o to'g'ri yo'lga ishlatgan vaqtda o inson o'zini va boshqalarni qutqiza olganligini Alloh taolo bu ilm sohasida buni bayon qildi bizga. To'g'ri. İlimni o'qib qo'yib, uning o'zini kishilarga yetkazmay yoki uni amaliyot ijro qilmagan odam, uni Alloh taolo Qur'oni Karimda masalallazina hummilut tavrata kamasal himarin yahmul asfara degan bir oyat bor. Tavratni o'qib, uni amal qilmagan insonlar yahudlar deyotdi. Bu ustiga bashbatman kitobni otib qo'ygan eshakka o'xshaydi deydi. Ya'ni olimlar uni o'qib qo'yib, uni joyida ishlatmay qısa o xuddi ustiga shu kitobni otib qo'ygan eshakka o'xshaydi degan gap. Uning uchun bizning oramizda nurg'unlagan bilim egalari insonlar va hozirgi vaqtda millatimizning holi mushundaq nihoyat eg'ir bo'lib ketayotgan kunlarda ashular bilimini ishitish kerak joyida, millatni qutqizish tarafiga menish kerak. Agar shunday bo'lmasa, Alloh taolo tasvirlagan shu ustiga Beşbatman kitabını atıvağa eşekке o'xshagan bo'ladi. Qiyomat kunsi bu odamlar nihoyat o'zi Alloh taoloning o nimasidan savol so'roqdan hech bir zaman qutlanmaydi. Ya'ni bu odamlar isrofxo'r insonlar bo'lgan bo'ldi. Alloh taolo isrofxo'r insonlarning o'zini hech bir zaman nijot topolmaydiganligini isrofxo'rlar.
Allah Taala la yuhibbul musrifin deb nurg'a yedi ba. O israf qolini Allah Taala hiçbir zaman yaxshi ko'rmaydiganligini, Allah Taala yaxshi ko'rgan inson oxiratini jet topolmaydiganligi bu Qur'oni Karimda bunu bayon qiladi. Onun uchun bizniki aramizdagi har qanday sohada o'qigan, mayli diniy, mayli fanniy sohada o'qigan insonlar bo'lsin, ilmni to'g'ri ishiltish kerak, millatga to'g'ri o'zi yo'l ko'rsatish kerak, millat to'g'ri yetaklab menish kerak. Milletni qutquzgan insonlar, bilimli insonlar. Bunun uchun bu insonlar o'zining vazifasini yaxshi tunish kerak. Xulosqa vaqtida 10. surenin 100. ayetini hacım. Qasi? Qasi ayetini? Etmeyenler gerek bu. Avazım geldi mi? Endi geldi. Yunus suresindeki 100. ayeti. Ayet okusla. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana li nefsi en tu'mine illa bi iznillahi ve yec'alur ricse alellezine la ya'kilun. Bu ayetteki özü ne degan bo'ldi desa, "Va ma kana lil nefsin en tu'mina illa bi iznillah" degan oyatning o'zi nurg'un odamlar bir odamniki mu'min, ya'ni iymon keltirishi Allohning izni bilan bo'ladi. Alloh taolo u odamga nisb qilmagan bo'lsa iymon keltirmaydi degan mundaq tushunchada tushundigan insonlar aytchiq. Ya'ni diniy saat o'qiganlarniki nurg'unlar mundaq tushundi. Bu xato bir tushuncha. Bu yerdagi bi iznillah degan nima degan vaqtda her qanday odam iymon keltirgan vaqtda Alloh taolo bergan izni bilan iymon keltirish lozim. Bu izni nima degan bo'ldi desa, Qur'oni Karimda Alloh taoloning tunish sharti bor. Alloh taolo o'zini tunishtirgan, payg'ambarni tunishtirgan, oxiratni tunishtirgan, kitobni tunishtirgan, farishtalarni tunishtirgan mavzular bor. Ash mavzularni o'qib Alloh taoloning tunish kelgan vaqtda boshqa kitoblardan, boshqa o aqidat tahaviyga o'xshash, matn aqoid, shariy aqoid qo'yish bunday kitoblarni tunimay, Alloh taoloning bevosita Qur'ondan tunish lozim. Shu vaqtda Alloh taoloni to'g'ri tuniy olish degan bo'ldi. Payg'ambar tunigan vaqtda ilqi bütün hamma ishni qila oladigan shunday bir payg'ambar emas, Alloh taolo Qur'oni Karimda tunishtirgan payg'ambar bo'yicha tunish lozim degan gap. Alloh taolo izni bergani shu degan gap. Mana mushunda tunigan vaqtida inson ne bo'la oladi desa, u mu'min bo'la oladi degan gap. Agar boshqa kitobga qarab ishinish nima, boshqa kitobga qarab o'zi tunish u odamni mu'min qila olmaydi degan gap. Bayaja'lur rizza alallazina la yaqilun ma? Aqlni ishlatmaydigan odamlarni Alloh taolo azoblaydi. Alloh taolo azoblaydi degan so'zning o'zi Alloh taolo o insonlarning o'zini dunyoga tushib, bevosita o'zi o so'rab apirib azoblaydi degan gap emas. Alloh taolo ko'rsatgan Qur'oni Karimda qonuniyati bor. Shu qonun bo'yicha mangmagandan keyin xato yo'lda manggandan keyin o qonunga qarshisida manggandan keyin u o'zining nafsi bilan nafs xohishining orqasiga kirib mangan bo'lg'achqa u nega apirdi desa, insonni vayron qilishga apirdi. O'tgan dalqa yatavrashda bir nimani dedik. Misal ma asabaka min musibatin illa ma asaba musibatin shu musibat haqidagi oyatda misal yaxshilik Allohdan, yomonlik nafsingdan degan shu oyatning o'zida borcha. Tamin nafsik deydi. Bima kasibet bidikum. Ma asabaka min hasenetin femin Allah ve ma asabaka min seyyiyetin femin nefsik. Ve ma ersalnake linnasi resula ve kefa billahi şehida. Diyen bu Sure Nisa'niki 79. ayetinde bakken bu ayetin özünde ne deydi dese, yaxşılık sana yetken yaxşılık Allah'dan ve sana yetken yamanlık nefsinden deydi. Demek ki bu ayet ne demek? Allah gösterken yol el mangan adam çokum özü yaxşı netinçe erişir diyen gap.
to'g'ri yo'l bo'lganligi uchun. Hem to'g'ri yo'lda mangmay o odam o'zining nafs xohishlik oqsiga kirib, xato yo'lda mang'ancha desa, u yomonlikqa erishadi degan gap. Buning uchun bu yerda Allah Taala ko'rsatmagan, kallasini ishlatmay turib mang'an odamlarga Allah Taala nima qildi desa, "Va yaj'alu rizqa alallazina la yaqilu" deganing o'zi shu oyatning mazmuniga to'g'ri keldi. Ya'ni aqlni ishlatmagan insonlar Allah Taolaning yo'li qasi, Allah Taala ko'rsatgan yo'l qasi, ya'ni to'g'ri yo'l qasi mana shu vaqtida. Xato yo'l qasi, bu ketayotgan yo'li to'g'rimi xatomi? Bunga aqlni ishlatmagan odamlar oxirsiga verib nimaga duch keladi? Zulmga duch keladi degan gap. Yani to'g'ri yo'l turibmada, shu to'g'ri yo'lda to'g'ri menish uchun aql ishlatmasak, qattiq azobga duchor bo'ldik deyapmiz. Shundaymi? Shuni demoqchi bu? To'g'ri. Buna desek hem de sen ayetini özen bormalap, özen halkaç tercüme kılıp aldın deydi. Yani bu ayetin onda başka mana qaysi mana çıkıyor dendi. Şu akıl nurgun yerde hem de Muhammed Salih Hacım damıllanma. Aşı la yakkulun diyen aşı akılga alakadar kâgen asli Arapça metinde ayetin özüde kâgen aşağılarını var. Akıl dep tercüme kılmalı olacak. Başka bir nerseden tercüme kıyak olacak. Bunlardan savak almamda diyende manalar tercüme kıyak olacak. Halbuki biz akılga kançı köp teşvik kısak, şunam ya. Allah üzü şundaki köp teşvik kıptı ibadet ki emez. Yani akıl işitişkiye bekrak canım. Biz ibadet hep karıvakan dersinden bekrak. Allah razı olsun. Yeni baş Kur'an-ı Kerim'de asasen şu akılın işitiş hakkındaki ayet bek çıkkenço. Şunda. Bunun için bu halkı bir nesne okuş, bir mesele. Bu meseleni doğru hal kılıp, şu Kur'an ayetini okuğa vaxtıma, bazı yerde bir mesele tuluk hal olmay, kallada bir guva bir nesne kayıp kaldı. Şu vaxtıda, şu mesele üstündeki bütün ayetini yıqa vaxtıda, yıqıp onun bir kulas çıqa vaxtıda, hiç çıqanda bir tuman kalmaydı yani. Özüm qanaat qıldı, başqa adamga hech narsani taptatmay turib bu degan mandaq deb javob bera oladi. Misolda, ya'ni u odamlar shunday bo'lish kerak. Avdalıqı özlerimi okutkenler hem de hükümetin mektebideki. Yani ben şu komünist ustazlarımdan, yani meyli komünistlik bu olmasa biz komünist hep karaydık ama mektep okumak aldıkçım. Aşı ustazlardan bir şiirini ya ki bir abzasını mənim bir hikayəni, yəni mənim bir nəsli oxuğandan keyin şunun da bunu da çıkarıp yakın çıkaralaydigan, aqli tefekkür kılalaydigan muşu yolunu ögütüp koyganlık üçün meyli nima olsun meyli, komünist olsun bu olsun. Acayip razı mən şulardan. Allah razı olsun şulardan. Yani şu biz mesela bir edebiyat okusak, edebiyatını bir mevzunu okuduğunda ayetlikке sen aşınadan özü bir özündeki nemesinin özüne yazıp geldiydik o. Yazıp geldi diyendekin o özü bizde bir nersini düşünüşke, aydaşçılık kıldılarken onunki özü şu net çıkılıp durup nemedeki mevzunaki nemesi bunun da Arapçada işaret nas, ibaret nas, dalalet nas, ihtizar nas deydi. Anada devre aldı görünüşü, devre ahı görünüşü, yazgıcının hissiyatı, mevzunaki, mezmunu, məqsidi degende neyim bak o? Şunu hemmesine rap öyle yazıp barattık misalda. Kur'an-ı Kerim'de mi? Ne kaşında kalkı bir meselenin düşünüş gelse o bir zaman karta bir zamandaki meselenin hal kılış için düşken ayetler var. O ibaretun nas. Onunki işareti gelecekte şundak bir vaka olsa sen benim şundak hal kılırsa diyeni bildirir diyen gel. Doğru. Onu dini alim boğan adamlar o bir zaman has koyması gerek. Hem de şu ahırısı bir hulaslap nıfata bir 5 minut. Bizdeki ilimlerimiz neme için şundak özü bir kichkina bir yerga hasıp kaldı degan vaqtda buniki maqsadi yani yiltizi. Bizdeki şu dini sahadik adamlar onu faqatla rivayet bilen şer'iyliği için bu rivayet bilen özü bizdeki işlerimiz bunda hasıp kalıqlık bir zamanға. Yani
ilimni o'qisa, Peygamber Aleyhisselam ve onun sahabeleri kılan işini hikaye kıtlıkın şu ilim emdi. O bir din emdi. Aşındak öğütüp insanlığa Peygamber Aleyhisselam'ın kıvatqa işi, Ebu Bekir Umer'nin kıvatqa işi, o rast şunda kımmıgan mı Kur'an'da yok onun özü. Rivayet edicilerin sözlerindeki o rast şu Peygamber Aleyhisselam kımmıganlıkka yüzümü gumanda kal evkema kal deydi aşağının özde misal. Şu zaman has koyuşu bu bizne müşkünge kaldırıp koygan degan gap. Yani bu yer demek yok degan vaqtda ilim hiçbir zaman has olmaydı. Bir makanga bir insan has olmaydı. Mesela biz Mehmet Kaşgari bizning aramızdan çıkan bir alim Yusuf Hasacib El-Farabi deganni katta alimlarimiz ularni nayet hürmetlaymiz, ularni kitibini nayet yaxshi ko'ramiz. Ama bizniki ilmimiz biz o'qiydigan ilim ashlarniki kitoblar emas. Ularning ilmi şu zaman xos ilimlar. Men o'tganda bir darsda degan bu gapning o'zini, masalan, bundan 50 yil burun yağçarı yasaydigan insanlar batı bizniki atamniki aksi şunda usta bir yağaç yedi, yağçarı yasaydı. Şu vaqt yağçarı onu kıldı. Hem de o adamlar şu vaqtdaki şu sahada bilimlik adamlardı. Lekin aş adamni akilib hozirgi vaqtda Mercedes şirketiga akilib, "Ma Mercedesni yasaydi ma adam." Bu deganda aş alamet bilimlik adam deyish bu xata. Bunun için bilim her zamanda şu zaman has bilimle oldu. O bilimni, o zamandaki şu bilim bilgen adamni bütün özü kıyamet kayın boğuculuk hem nesini bilgen kıp gösteriş bu hata. Onun için ötken ki alimlarga, ulaniki şu bilimlerge hürmet kılış, bu bizdeki boynumuzun burcu. Hazırlıklı zamanda yaşavatkan, zamanımızda yaşavatkan alimlarını hürmet kılış ve o alimlardan faydalanış hem bizdeki vazifemiz. Doğru. Ve Avrupalıkta aşındak bir nesi var. Avrupalıklı burunki alimlerini yaxşı gördü, şundak ne kıldı. Lekin ularniki hikayesini kılıp oturmaydı. Ularni hikayesini kılsa hiç kadar pay çıkmaydı. Misal. Ular pay hazırki zamandaki alimlarını aksı kırılgan. Onun için biz diyoruz bizim içimizde nayeti katta alimlar var. Onun için bizdeki yaşlarımız hazırki zamandaki alimlarını izlişi ve hazırki zamandaki alimlardaki alim buluşunun özünü özüge bir vazife koyuşu nayeti pek mühim. Keşke şu Peygamber Aleyhisselam zamanı şu ilimlarının özünü, o ilim şu zaman has ilimler. Hazırki zamanga doğru gelmeydi. Onun için Kur'an-ı Kerim umumi ilimnin özünü, ilimnin fakat prensipini oturup koyuqluq, oqunlar insana gerek olan her kadar ilimni oqunlar, onu ki fakat kılmaydigan terpini nima dese, ziyonliq, insonga ve kainatga ziyonliq bo'lgan terpini qilmanglar. Yani ziyon keltirmanglar, o'qishinglar ziyon keltirgan bo'lmasin. Deylik. Anda qo'ygandan keyin biz bu yerda o'qishimiz lazım bütün ilimning o'zini, özümüzning ve xalqimizniki insoniyatning manfaati uchun o'qishimiz lazım. Ziyon keltirmaslik sharti bilan. Ama hozirgi zamondagi her inson o'z zamonidagi ilimlarni o'qishni o'zining vazifasi qilish lazım. Bu Kur'an kursi vakazani o'qiyotgan odam, nima aytayotgan odamlarmi balani shanba kun o'qitsa bo'ladi. Dini alim bo'laman degan odamning o'zini, misol Aslandagi 5-6 odamning o'zini misol kunda o'qitgan taqdirdami, qolgan balaning hammasi hukumat maktabiga berish kerak. Undan keyin oshqa vaqtida ta'tilda misol o'qib, bir par Qur'onni yodasa, qolgan Qur'onning hamma yerini o'zini tajviddan o'qishni o'rgansa bo'ldi. Bundan ortiq o'zi hamma odam qari bo'lishga hojat yo'q. Shuning uchun bu yerda her soha tabiiy fan, ijtimoiy fan o'qishni sirt hozirgi vaqtda masalan harbiy bilim, bizning aramizda generalmi yo'q. General bo'lish kerak, bizniki vatanimizni ozod qilish uchun askarlikni bildigan bo'lish kerak. Qurol yarog'ni ishilta oladigan holatda insonlarimiz bo'lish kerak. Misol shunday zaman kelib qolsa, bizga shunday narsa kerak. Mana bir gap bor ekan, siz deganda kamini o'qisak yaxshi yapıcı. Endi quchqash nima qasab so'ysin deydigan bir gap chiqib o'rtoqcha. Bu dini bilim olganlar fanniy bilim sohasiga kirmaydigan, onu o'qimaydigan. Andaki fanniy bilimlar bu Allah'ın kitabını bu
bu dini bilimlerine biz kişisel olmadı, yani gap kısa olmaydı deydiğen, ondaki bu strateji yap kalıdığan mina bir işken. Bir erdemle dini adam, penni adam da ayrılığı olmagandek, bizi hemen herse işkimizin, bedelimizin işki kuluğu okşar, şundan mı ya? Muhim bir nerse. Şunlaşka balıkta ayrım bir ayrı bitadiğen iş yok mu buna? Ya ayrışık olmaydı. Ayrış cinayet. Ayrı cinayet. Ayrış cinayet. İnsanlarga yani bulup bizning halkımızga o penni ilim, o ziyalilikən dep onun özünü set gördüğün mada haletni dini saat okuyanlar tamamen taşlaş lazım. Hemmesi okşaş ziyalı, o dinde okuyanlarımız ziyalı, pende okuyanlarımız ziyalı adette. Onda okuyandıkken onu işki ağırıp, milletinin özüne parçalap, onu deken milletinin kallısıga pençiler degen okşaş nesini kılıp set göstergen bunda haletni şekillendiriş bütünlüğü hata. Doğru. Millet kerak bo'lgan bütün ilimni o'qish kerak. Dunyodagi millatlar o'xshash o'rinda turman desa, o'qimay turib unda o'rin tug'ilmaydi. O ziyali degan şu ziya bir yerdeki şu nemeden çıkan mı değil mi? Nur. Şuna mı ya? Şuna mı ya? Yani insanlarniki aldığını yoğurtup verdiğin insanlar diyen gep emdi. Doğru. Allah razı olsun. Bizimki dersinki vakti bir saatte şu bir saatini açtı. Lakin nihayet kömürlük sohbet oldu. Yine deydiğen gepleri buluşu mümkün. Bu ilimninki, bilimnin gibi tükenmeydi. Bu arada biz mavzusu ilim dep koydak. Bu Uygurca'da, Türkçe'de bilim diyen gep varken. Bu iş kişide pek var mı yok mu? İlim aslında şu her nesneki vücudundaki nesni bildirdi. Mesela bu ayetinde dedik ki kainatın vücudunda bir kainat kitabı var dedik ki. Onunki hasıl kılınan nesli ilim, bilim nesli. Onun içindeki ilim, onu biz beşimizde tədqiq qilish arqılıq özümüz kaçırdık, o bilim endi. Onu bilgen adam bilimlik adamlar deydi. Türkçe, Uygurca bildik, değil mi ya? Şunlar bilim oldu bu. Tamam. Özdeştim. Onun için her saha ilimlerini okuş, insanı bilimli kılgan gep. Evet, güzel. Yani kalla kuru olup kalsa, akılın yürgüsüdüğünga bir jem bulmasa, bulmaydı. Şundan mı ya? Kuruk, tügmen, çögüler verse, üzünü izip, tügmenin teşimin parçalını kitlerini yapıyordu. Doğru. Allah razı olsun, rahmet. Allah olsa biz 16. sanda yine başka yeni mezmunlar bilen yüz görüşüşke tayarlık kılıp sizler bilen yine ustazına yüz görüşüş getirişimiz. Rahmet Süyümlük Ustaz. Yaxşı sözler berdiler. Allah razı olsun. Rahmet. Allah'a emanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.